qaytgandan keyin mashinasida o'tirib, har xil narsalar o'ylab o'tiradi-ku. Hozir yosh futbolistlarga bir narsani aytib o'tmoqchiman. Ikkala futbol bilan shug'ullanayotgan, professional futbolist bo'lmoqchi bo'lgan yosh ukalarimizga maslahat. Sizlar futbolist bo'lolmagan taqdiringlarda ham bundan hech qanaqa fojia yasash kerak emas. Balki shu videoni ko'rayotgan kimdir futbolni tugatgandir. Balki shu videoni ko'rayotgan inson futbol bilan shug'ullanayotgandir. Bir narsani to'g'ri tushuninglar. Futbolist bo'lolmaslik bu fojia emas. Chunki bizga har doim yaxshisi ravo ko'rilgan. Bizning nasibamiz, sizlar nasibanglar agar futbolda yozilgan bo'lsa, sizlar albatta futbolist bo'lasizlar. Qaysi komandada kimni qo'l ostida o'ynashdan qat'iy nazar sizlar futbolist bo'lasizlar. Agar yozilmagan bo'lsa, bo'ldi. Buni to'g'ri qabul qilib, inson o'zini boshqa kasbda sinab ko'rish kerak. Bundan hech qanaqa fojia yasash kerak emas. Har doim esingizda tutinglar, Alloh bizga har doim yaxshi narsani ravo ko'radi.